To'shakda 2 daqiqaga ham bormayapsizmi? Agar hamma erkaklarda shunaqa deb o'ylaydigan bo'lsangiz, adashasiz. Atigi 10 tadan 3 dona erkakda mana shunday holat uchrashi mumkin. Oiladagi baxt hissi, tinchligingizni buzilishiga ham ayni shu holatlar sabab bo'lishi mumkin. Bu holat stress, gormonal o'zgarishlar, yallig'lanish va sog'liqdagi boshqa muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Eng muhimi, bu holatdan to'liq qutulishingiz mumkin. Minglab erkaklar klinikamizga kelishdan oldin internet orqali turli xil dorilarni sotib olib, uni iste'mol qilib ham buni davosini topa olishmagan. Tajribali urolog va androlog mutaxassislarimiz muammoni asl sabablarini o'rganib, har bir bemor uchun individual davolash rejalarini tuzib chiqishgan. To'liq tekshiruv va zarur tahlillar asosida muammoning asl sabablari aniqlanadi va sizga mos davolash rejasi tavsiya etiladi. To'liq tibbiy ko'rikka yozilish uchun kommentariyada + qoldiring.